Assalomu alaykum hammaga. Bugungi video obzorim so'lnishli panel haqida. Bugun jamoamiz bilan 8 kilovatli quyosh panellarini o'rnatish jarayonidamiz. Jingo panellari 9 taronli ikki tomonlama sifat juda ham zo'r. Sungrow inverteri 8 kilovatli. Buni ichida ko'rishlar mumkin, hamma narsa komplet. Xudo xohlasa tashqari tepaga chiqarib tepaga o'rnatamiz. Temir karkaslarni yasab olsak, bu yog'i xudo xohlasa tezlashadi. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaveringlar. Hamisha aka to'g'ri. Bahoga olmaymiz. Xizmatlar bo'lsa, bemalol murojaat qilaveringlar. Rahmat kattagan.